Ziyo Trade'da uyiga tashrif buyurganmiz. Xudo xolasa, nechta pul ishlab topishi, ofisda hammasini ko'ramiz. Shuncha odam topyapti-yu, nimaga men topa olmayman? Uydagilar qanaqa qaradi sizga? 30 ming qarzi bor. 4 ming, 5 ming ham endi bir oyga yetmayapti. Assalomu alaykum Traders Club, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Mana bugun keyingi intervyuni tashkil qilganmiz. Bugun Muhammad Salim Ziyo Trade'da uyiga tashrif buyurganmiz. Xudo xolasa, nechta pul ishlab topishi, ofisda hammasini ko'ramiz bugun. Muhammad Salim, tanishib olamiz obunachilarni. Ziyo Trade hammamiz bilgan. O'zingizni ham bir qator tanishtirib o'rsiz. Assalomu alaykum Traders Club obunachilari. Bugun intervyuga kelishibdi. Xudo xolasa zo'r, mazmunli intervyu bo'ladi deb umid qilaman. Ismim Muhammad Salim, ko'pchilik biladi, ko'pchilik taniydi. Ziyo Trade taxallusi. Tanishganimizga ham ancha bo'ldi. Bu sohada 5 yildan berimiz. Hozir xonadonimizda turibmiz. Xudo xolasa. Qaysi rayondamiz Muhammad Salim? Biz hop Parkinskiydanmiz, Mirzo Ulug'bek. Shu yerda turamiz, shu yerdan o'zimizga tipa kulba qilganmiz. Kulbai vayrona deydi. Mana ham normalniy kulba. Shunaqa. Yaxshi, Muhammad Salim necha kunga tushgan, necha kvadrat bu xonadon? Hop, bu yerda 3-etajda turaman. 2 xonalik, 64 metr kvadrat. Bu birinchisi, ikkinchisi bor. Ana yerda Shohsaroy deb Parkinskiy bozor naryoqda qurilyapti. U yer qurilyapti. 2026 ga bitadi. Bu yerdan endi kattaroq zdaniya olganmiz. Xudo xolasa bitsa o'sha yerga ko'chamiz. Yana Yangi O'zbekiston ko'pchilik ko'chadi deyapti. Ko'chadi, to'g'ri. U yerdan ham bitta uy olib qo'yganmiz. Xudo xolasa remontlari bitsa ularga 3 ta uy. Keyin Toshkentda o'zida. Da, Toshkentda 3 ta kvartira. Andijonda qancha? Xo'p, Andijonda hovlim bor. Endi ota hovlim. O'sha yerda shaharda bitta yana kvartira bor. 4 ta bo'ldi, Xudoga shukr. Zo'r. Bilmagani uchun Muhammad Salim andijonlik. Hozir Toshkentda yashab, ofis mashitda. Shu yerda ofis, hamma narsa shu yerda. Uyimiz. Primerni aytib bersam aka, kimgadir wow tuyulishi mumkin. Endi hozir bo'lsa ham natija desa bo'ladi, lekin shu natijaga mana 5 yil bo'layotgan bo'lsa, bu ishni ichida ishlayotganimga primerni 1,5-2 yil atrofida qo'lim pul ko'rdi. Pul ushadi, shu 1,5-2 yil atrofida, lekin ancha minuslarni qoplab, ustiga misol o'zingiz alamingiz bo'ladi-yu, erkak kishini minus qilgan paytingiz boshqa, hammasini mana Xudoga shukr shu 2 yil yuvib ketdi. Buni bu yog'iga bundan ham zo'r natijalar bo'lsin. Shu videoni ko'rgan hammaga bundan ham zo'rlari nasib qilsin, Xudo xolasa. Nasib qilsin. Muhammad Salim, mana trading sohasiga kirishingizga уже 5 yil bo'libdi kirganingizga. Qanaqa kirib qoldingiz o'zi bu sohaga? 2021-yilda unaqa ommabop soha bo'lmagan-ku. Qanaqa kirib qoldingiz bu anaqaga, sferaga? Aka, bu sohaga kirishim 21 emas, 19 ga to'g'ri keladi. Karantin boshlangan payt. U paytda men Rossiyada o'qirdim. Novosibirskda farmatsevtikada o'qirdim. O'qishga ham grant yutib olganman. 26 ta o'qishga grant yutib olib, shundan Novosibirskda tanlab ketganman. Bordik, yo'q pul, hammani boshiga tushadigan situatsiyaga. Undan oldin litseyda o'qiganman. Litsey payti bolalar qiziqtirib yurar. Shunaqa ish bor, tipa движение qilsa bo'ladi, pul topsa bo'ladi deb oyimga $200 bo'lsa menga mashitimdan yetadi deb kirganman bu ishga. Kirib yo'qotishni boshlaganman. Birinchi kirganim bilsa Seven Option degan narsa bo'lardi. Minutga putkasi. Shundan boshlangan. Kirdik. Undan keyin haqiqiy trading nimaligini sekin-sekin o'sha ustozlardan, internetni ko'rib, YouTube'ni ko'rib shunaqa qilib boshladik. Obunachilar kommentariy yozib ketsin, bular qanaqa qilib kirgan bu sohaga? Qani bitta обсуждать qilamiz. Может, bizdan ham qiyin situatsiyada kirganlar bor. Oldinroq kirilib, hali ham natija qila olmaganlar bor. Shunaqalar bor, обязательно keladi. Ularda asosiy anaqasi men направленияda deb o'ylayman. Disiplina bilan направленияda, to'g'ri направленияda aqlli qadam tashlasa, tipa pul topsa bo'lar ekan. Bu narsani anglashimizga lekin bizga bir примерно 3 yil ketdi-da. Vaqt oladi o'ziga. Vaqt oladi обязательно.
Shunaqa qilib boshlab qolganmiz. Qolgan gap so'zlarni keling, sovuqda turmaylik. Ofisga olib boraylik. Ofis Ofisda bor. maza qilib, ha. Toshkent shaharda ofislari bor. Bo'lmasa ofisga Ofisga bo'ladi. o'taylik, ofisda podrobno gaplashamiz. Bo'ldi. Bo'ladimi? Ketdi. Muhammad Salim mana kelib oldik. Qayerda emas, qaysi rayon? Biz Archa ko'cha bu yoqdan kirish, bu yoqqa chiqish Ko'kcha masjid bo'lib ketadi. Shu atrofdamiz, ofisimiz shu yerda. Ofis. Ofis necha kvadrat ofisi? Ofis meniki emas, sotib olmaganman. Arenda. Arenda. 220 kvadrat ofis. 220. Ha, tushib ko'rsak bo'ladi. Tushamiz. Shu yerda ishlaymiz bolalar bilan. Ularni ham ishlashini, boshqa narsalarni bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Kiring. Kirish bilan stol tennis. Ha, mana prosatkada o'tirgan Prosat. Ana asab Zo'r. chalg'itish uchun, miyani chalg'itish uchun. Ofis ancha chiroyli. Ha, yangi remontdan chiqqan. Bu sizni xonangiz? Bu meni xonam, shu yerda ishlayman. Kompyuterda endi yoqdim. Monitorlarni ham eng qimmatimi deyman-da. Ha, anavi tipa удобно, o'zingizga qanaqa komfort qilsangiz, shu yaxshi-yu, особенно kredit payti yaxshi bo'ladi. Shu yerda o'tirib ishlaymiz, bu yoqda bolalar ishlaydi, bu yerda kuxnyamiz bor. Bu yerda kuxnya. Ozgina joy bo'lsa ham. Tipa o'zimizga anavi komfort uchun. Zo'r. Bu yoqda Kichkinagina kuxnya. choy ichib bemalol anaqa qilib bo'ladi. O'tirgani joy qo'yganmiz, bu yoqqa kirib ishlash mumkin, kompyuterlar bor. Bu yoqda bolalar ishlaydi. Zerikanda kelsa o'ynaydi. Ha, zerikkanda kelsa o'ynaydi. Salom alaykum. Xor o'ynashasiz. Solinglar. Assalomu alaykum. Xor o'ynashasiz. Sizlarni qisqacha intervyu olsak, maylimi sizlardan? Shunaqa. Kompyuterlarimiz yana kelgan, bu yoqda bolalar o'tiradi, kelib endi terishadi. Teriladi. Hammada glавный narsalar. Bu komandami yoki shogirdlarmi qanaqa? Yo, komanda. Komanda. Birga ishlaymiz, birga Birga ishlaysizlar. maslahatlashib, birgalashib targayt qilamiz. Zerikkanda kelis o'ynaymiz. O'ynashni bilmasam ham. Zo'r. Zo'r sharoit. Bu yoqda ham uchun ham asosan. Ha, tipa shu обучение kelgan bolalar, shogirdlar. O'zim men reklama qilmaganman, buni bu yog'iga ham qilmayman. Atang kelsa, Kelsa o'rgatasiz. xudo xohlasa, o'rgatamiz. Zo'r. Shunaqa. Endi aslan birga ishlaydiganlar. Yaxshi. Shunaqa aka ofis. Ketga o'tiramiz, kim? Bo'ldi, o'tiramiz ketdi. Do'stlar, rasmiy hamkorimiz bo'lgan XM kompaniyasi bilan birgalikda sizlar uchun ajoyib sovg'a tayyorlaganmiz. Sovg'amiz shundan iboratki, XM Broker'dan hoziroq ro'yxatdan o'ting va hisobingizni qanchadir summaga to'ldiring. Va yana xuddi shuncha summani 100% bonus sifatida qabul qiling. Ro'yxatdan o'tish uchun havolani pastda qoldirdik. Muhammad Salim, tradingga kirib keldingiz. Hammani qiziqtirgan savol, birinchi necha pul yo'qotgansiz? Xo'p, aka, birinchi $300 pul solib, 1 soatga olib bormasdan 1 soatda. yo'qotganman. O'shundan keyin mana shu boshlanib ketgan. Pul topib, solib. Qayerdan olgansiz $300? Uydagilardan olaman. Uydagilardan. Uydagilardan olganman. U o'qish payti bo'lgan Rossiyada. Shunaqa Rossiyada o'qish payti bo'lgan, birinchi kurs bo'lganman, bitirayotgan payt. O'sha 20-yil ekan. Payt boshlandi. Undan keyin bosh ketini topmadi-da, undan keyin yana pul topib, tiqib, yana pul topib, tiqib, shunaqa bo'lib boshlanib ketgan. O'qishda endi qiyinchilik bo'ladi hammada, lekin shunaqa kunlar bo'lgan, shu birinchi kursga borganimdagi -30 gradus sovuqda o'qishimiz bilan yotoqxonada yotardim, общежитие deydi. Общежитиеdan o'qishgacha bo'lgan masofa примерно 2 kilometr, 3 kilometr orasi edi. Avtobusdan 21 rubl qizg'anib, o'shuni peshkom -30 gradusda alam qilib ketadi ichingizdan. Shunaqa alam qiladi. O'shunda boshlaganman, shu oyimga $200 bo'lsa, men jit yashayman. O'sha yerda avtobusda yuraman, to'g'ri, misol avtobus taksi qilib yuraman, yaxshi yeb Qiynalmay yurasiz aka. deb, qiynalmaysiz. Misol yotog'ingiz tayin. Yillik примерно bir $100 atrofi edi yotoqxonani summasi ham. Даже payti kelsa o'shunga ham pul topilmay qolgan situatsiyalar bo'lganda. Endi uydagilarda avval puli bo'lgan, oldin sessiyanasi, undan keyin bizda ham qanaqadir bir oilaviy muammolar bo'lib, uzilish bo'lib, karantin boshlanganda ma'lum bir sabablarga ko'ra hamma nolga o'tirib qolgan. Nolga ham emas, minus kirib ketgan situatsiya bo'lgan. O'shunda уже undan oldin meni fikrim aka, bo'ldi. Uyda pul bor. Jit yashayman. O'qishga kiraman, mashina olib beradi, uylab beradi, uyni qilib beradi. Xuddi shunaqa situatsiya bo'lgan.
Undan keyin уже bu situatsiyaga tushgandan keyin cho'ta to'xta Muhammad Salim. O'zing harakat qilmasang, seni birov yetalamaydi ekan. Birovning narsasi har doim birovniki ekan. Shuning uchun o'zing harakat qil, qanaqadir bir yo'nalish top, qayerdadir ishla. Oldindan o'zimda plan bo'lardi, shu birovning qo'lida ishlamayman degan maqsad bo'lardi. U narsani ham. Da. Misol uchun birovning qo'lida ishlashni bilasiz. Shu situatsiyadan keyin o'zing harakat qil, o'zing tort deb boshlangan, lekin o'ylaganingizda qilib bo'lmaydigan ish nima? Problema boshlanib ketgan buni orqasidan. Uydagilardan pul oldim. Endi uydagilarni ko'pchilik taniydi, boshqa qiladi. Qarindoshlarimdan bu bera olmasa ham uydagilaridan olaman degan gap bo'ladi. $500, $1000 bo'lib 2021 bo'ladigan bo'lsa, 2021 ichida 1 yilda уже 16 yosh bolaman. Kichkinaman. Misol uchun, lekin o'qib yurgan bolaman. Shu hayotim mana o'qishdan iborat. Shunaqa. Riskayt qilish boshqa narsadan emas. Shunaqa qilib 1 yil ichida уже qarzim 8000 bo'lib ketib qolgan. 8000 pay uchun nereально summa. 16 yosh bola uchun, misol uchun qo'lida qo'pol qilib aytganda $500 pul ushlamagan unaqa bolalar bor-da. 8000 qarz bo'lib ketib qolgan aka, ichimdan o'tib ketgan, shunaqa nimaga men qila olmayman deb suv bo'lardi, reka, daryo o'tgan bo'lardi, ko'prik bor edi ustida. Aylanib yurib haligilar so'rab yotibdi. Pulingni bermasang uyga kiraman, qarzni bermasang, короче, to'g'rilab qo'y, nimadir qil, so'rab yotibdi, telefon qilyapti, problema. Bu birinchi period. Etap. Tushundingizmi? Undan keyin yana bo'lgan unaqa situatsiyada. Undan kattaroq summa. Undan keyin kattaroq summa bo'lgan. Shunaqa qilib o'g'il bolani boshida bor ekan aka, kichkina bolaman, hech nimam yo'q. Misol uchun riskayt qiladigan, daryodan o'zimni tashamoqchi ham bo'lganman. Tushundingizmi? Bu haqida kinoda ham ko'rsatilgan. Ha, kinoda. Kinosi ham chiqqan, pastda silkasini qoldirib qo'yamiz, bemalol kirib ko'rsanglar bo'ladi. O'zim ham ko'rganman, zo'r chiqqan. Hali hech kim qilmagan O'zbekistonda. Trend haqida birinchi kino olganlar biz bo'ldik. Shunaqa shu situatsiyadan keyin lekin odam qachonki qiyinchilikka tushsa, o'zini maksimalni upor bilan возможностьlardan, ya'ni aqliy tomondan возможностьlardan foydalanishni boshlaydi. Muhammad Salim, mana shu bitta savol bor-da. Уже 8000 minusga kirdingiz. Bu kichkina summa emas, aytganingizda. Nima bu sohani tark etib butunlay chiqib ketmadingiz? Nima uchun anaqa bo'ldi? Sizda bu sohada qolish bo'ldi yoki sizda bo'lganmi? Bu sohadan olib chiqib ketaman, bu pulni shu soha orqali yopaman bu qarzlarni degan narsa bo'lganmi o'zingizda? Bitta narsa bor aka. Odam qachonki qiyinchilikka tushsa, aqliy taraflama maksimalni upor bilan o'zini qiynab, возможность qidirar ekan. Imенно shu situatsiya menda kuzatilgan. To'g'ri, qarzni yopmaganman, lekin emotsional holatda o'zimga va'da berganman, shu ishni mahkam ushlayman. Mendan pul oldimi? Men ham pul olaman undan. Shuncha odam topyapti-yu, nimaga men topa olmayman degan situatsiya bilan uyga borganman. Yoz kelgan. Kirganman. Meni onamning dadasi bor. Opoda deymiz. Biz Andijonda bilasiz, opodadan bobo bo'ladi. Tipa tushunmaganlar uchun, opodan bor. Borib aytganman o'sha narsani. Shu qarzim bor ko'chada deganimda, endi u paytda situatsiya yomon edi. Yoz degan o'tirib hamma qarzingni. Yoz degan. Yozganman. Mana undan mancha, mana undan mancha, mana akadan 1000, mana undan 500 deb yozganman. O'sha situatsiyadan keyin oxirgi pulni olib chiqib bergan. $8200 qo'limga pul bergan. Taq etib seyfdan olib chiqib tashagan. O'g'lim, sendan umidim katta, bilasan. Katta o'g'ilsan, uydagilaring ham umidi katta. Agar aqling yetsa, qil. Agar aqling yetmasa, mana tekis hamma joying, qarzing yo'q, boshqa narsani noldan boshla. Deganda hali joyda kichkina 16 yosh bolaman, shunaqa emotsiyada yig'lab, o'zim mana ko'zim oldimdan ketmaydi u situatsiya. Yig'lab o'sha situatsiyada yo'q, men qilaman mana shu ishni deb hali joyda chiqib qarzlarimni yopganman. Undan keyin уже yana yangi istoriya boshlanib ketgan. Mana nolga chiqdingiz deydi. Bu yerda uydagilar noldasiz. Keyin nima bo'ldi? Undan keyin уже yangi period boshlandi. Pro kompaniyalar
sezoni boshlandi. U payt sezon bo'lgan o'zi. Ha, Prop kompaniya oldim yana, ortiqcha pul bergan summaga oldim. Yana u yoqdan tortdim. Общий 6 ta Prop sliv qildim, 7-chisida pul eshdim. Birinchi Propdan pul yetishingiz bo'lgan shu. Ha, 7-marta urinishda Prop sliv qilmasdan, ungacha sliv qilib shartdan o'tolmasdan 7-chisida pul eshdim. 2 marta 4 mingdan eshdim, уже qarzim uzdimda, uylardan olgan. Undan keyin ishonch ortib ketganmi o'zi? Undan keyin o'zimga nisbatan ishonch ortib ketgan. Endi aqlli harakat qilish boshlash kerak deganman. Menda $100,000 bir dona Prop bor. 2 marta pul eshdim. 100,000dan agar men 3 ta, 4 ta, 5 ta Prop tikalaydigan bo'lsam, значит meni oylik xarajatlarim ancha ortib ketadi, yopilib ketadi deb turib, yangi period boshlaganman. Yana noldan boshlash kerak bo'lardi. Jamg'arma qilib qo'ygani baribir yaxshi, cho'ntakda pul turgan. Endi mana Prop istoriya tugash joyi tochkasi 5-sentyabr 2022-yil tappada 4 ta real akkaunt qilgan Prop MMF yopilib ketib qolsa-da. 5-sentyabr kuni kechki payt non-farm bor. Non-farmga men pribillarimdan risk qilardim ungacha. $1000, $500 yechganlarimdan shunaqa qilib risk qilardim. 5-sentyabr ertalab Prop yopildi. Men Propda yechadigan 8,000 dan oshiq pulimga ishonib, birovdan 12,000 pul olib kelganman. Non-farmga nima qilaman? Risk qilaman deb. Mana ikkinchi krizis etap shu yerda boshlandi. 20 minutga qolmasdan 12,000 pul yo'q. Video tayyorlanganmiz. Da, shunaqa. Videosi ham bor. Buni tashlab beraman. Ana montajda qo'shib yuborasizlar. Shunaqa tiqqanman 01 dan Raw Forexga solib, bay tiqqanman, u ketib qolganda. Shunaqa qilib, ikkinchi istoriya tugadi. Ya'ni gullagan payti undan keyin yana so'ndi, Prop ochilmadi. Undan keyin yana krizis etap boshlandi. Rossiyaga ketishim kerak. Sentyabrda boshi 5-sentyabr, keyin 8 yoki 9-sentyabr yana o'qishga qaytib ketganman. 22-yili. O'zbekistonda ta'til tugadi. 5-sentyabr bo'ldi. Pulni oqizdingiz. Rossiyaga qaytdingiz. Nechanchi sanada? 8-sentyabrda Rossiyaga qaytdim. Keyin nimalar bo'lib ketdi? Xullas, ungacha bo'lgan qarzlarim ham bor edi. Riskga olingan, ular ham oqqan, katta summa, уже bozorda kichkina minimal depozit bilan klassika bo'yicha обычный target qilish qiyinligini tushunib yetdim oqqandan keyin. Общий 30,000 qarzni bo'ynimga ko'tarib bordim o'qishga. O'qishda уже 30,000 qarz. Уже 17 yoshman. 17 yoshda to'lib 18 ga o'tayotgan paytim 2022-yil 30,000 qarz bilan bordim. Nimadir qilish kerak, чтобы yana Propni ko'rdim. O'sha yerda meni ahmoqligim hamma Prop bitta kompaniyadan bo'lgan. Tushundingiz-a? U sabab nomer 1 edi. Uni yopilib ketishini birov bilmasdi o'sha paytda. O'sha period tugadi, undan keyin bordimda, unda Telegram kanalim bo'lardi. Telegram kanalimda примерно 1200 odam bo'lardi. Signal tashardim, tipa yozishardim, chat qilardim, boshqa qilardim. 22-yili. Telegram kanaliga bordimda, oktyabr bo'ldi. Oktyabrda keyin chetdan o'zi Discord borligini bilardim. Undan avval tipa o'qishimizda ham birda sovuq -50, -60 bo'lib ketsa, Discordga kiringlar, shu yerda dars qilamiz yoki Zoomga kiringlar deb shu yerda live qilishardi. Zoom har 40 minutda o'chardi. Discord oplatasini qilib qo'ysangiz, o'chmaydi. Mana u полностью yonib turaverardi. Chati bilan hamma gaplashib, ekran translyatsiya qilib shunaqa qilsa bo'lardi. Xullas shunaqa qilib turib Discord ochaman dedim, sababi pul topishim kerak. 1200 odam bor, uning ichida qiziqayotganlar ko'p, ishlashimga, boshqaga bu periodni bilmaydi. Undan keyin 15 ta odam qo'shildi, $200 dan 3 oyga. Ular bilan zo'r tugatdik. 2 yil Discord yurtdim aka. Ishoning. Sababi 2 yil tinimsiz har kuni Discordda o'tirardim. Haftada 5 kun, bozor kunlari billa target qilib 2 yil. Sababi meni ularga bo'lgan rahmatim, ular meni shu situatsiyadan olib chiqib ketgan. 15 ta odam $200 dan 3000 pul bo'lgan. 3000 ni $500 ni kvartiraga berib, 2,5 mingga har xil Propdan, ya'ni 100 mingliklardan terganman. Har xil. Endi u xatoni qilmadingiz. Qaytarmayman.
Boshqa 2000 dan 2200 dan 30 ming yasash nerealniy. Nerealniy. To'g'rimi? Ha. Misol uchun riskovniy, может bo'ladi. Qilib ko'rganlar bor. Men o'zim 100 tadan tanishlarim ham. bittasi. Ha, juda kam lekin. Shu sababdan har xil 5 ta probdan oldim. Oktyabr o'tdi, noyabr, dekabrda o'sha pul yechishni boshladim, shartlardan o'tib olib. Dekabrda o'zida hamma qarzimni yopib bordim. Discordda bookmapni nimaligini bildim. Undan avval bitta tanishim bo'lardi, trader edi, Shahzod aka degan edi, по-моему. Turkiyaga ketib borgan edi u aka, lekin o'sha aka bir marta gapirgani esimda, yozishib turardik. Shunaqa traderlar bor, umuman grafikka qarashmaydi, ular faqat raqam bilan ishlashadi. Degan gap qulog'imda turibdi. Va именно o'sha situatsiyada men o'ylaganman. Grafik bo'lmasa uni qayerdan tushunadi? Qaysi raqamga qaraydi? Nimaga qaraydi? Qayerdan analiz qiladi? Qayerdan ma'lumot oladi? Deb aqlimga sig'magan bu narsa. Tushundingizmi? Faqat shu grafik ichida o'rlashib yurgan odam bo'lganman va именно o'sha 23da, 22 ning oxiri, 23 ning boshida shu narsani bilgandan keyin qidirishni boshlaganman. Nima o'zi? Tizimni tushunganman undan keyin. Bozor faqat grafikdan iborat emasligini tushunganman. Grafik bu просто fon bo'ladi-yu, orqada nima borligini faqat siz bilasiz. Masalan, kompyuter. Ustini ko'ryapsiz, ichini ko'rmayapsiz-ku. Xuddi shunaqa narsaligini tushundim. Grafik. Tushundingizmi? Tizim. Chicago xomashyo birjasida narx belgilanadi. Kimdir покупка qiladi u yerda. Покупка zaявka ko'rinishda stakanga chiqadi. Stakan aldamchi bo'lishi mumkin. Stakanda agar zaявка aktivlashadigan bo'lsa, lentaga o'tadi. Lentadan o'tgan через broker grafik bo'lib yaraladi. Ha, demak, agar men kim olayotganini va kim sotayotganini biladigan bo'lsam, grafikdan ko'ra ertaroq harakat qila olaman va tochkasida kiraman degan tushuncha bilan boshladim. Bozor likviddan likvidiga harakat qiladi deb rosa ko'p o'qituvchilar aytgan, undan eshitganmiz. Likvid nimaligini garantiya beraman, ko'pchilik tushunmaydi. Stop oladi deydi-yu. O'zi aslida stop oladigan joyda umuman boshqa situatsiya bo'layotgan bo'ladi. Ichiga kiradigan bo'lsangiz, u yerda masalan aytaylik, real futuresda ishlaydigan odamlar 100 lot, например, 3000 dan siz bay oldingiz tillada. 3000 dan bay oldingizda 3100 da yopish uchun kimdir siz misol uchun все закрыть pozitsiya qila olmaysiz. 3100 ga chiqqanda siz sell olishingiz kerak. Bitta ask yopadi. Tushundingizmi? U yerda закрыть все pozitsiyani MetaTrader'ga o'xshagan narsa bo'lmaydi va siz sell bosib turib kimdir o'sha yerdan sizni tovaringizni sotib olmaguncha, kimdirga sotmaguningizcha tovar qo'lingizdan chiqib ketmaydi. Pozitsiyangiz yopilmaydi. Tushundingiz, ha? O'sha narsalarni o'rganib, именно o'sha likvidatsiyaligini pozitsiya bozorda selchilar baychilarga, baychilar selchilarga almashadigan situatsiyani tushungandan keyin ha, demak, real bozor shunaqa bo'lar ekanda. Atasda yoki ninjani qaraydigan bo'lsak, bitta svichani ichida necha lotda bay yoki sel kirayotganini ko'rsatib beradi. O'sha udobstvasi zo'r. Masalan, sel switches qizil shakllanishidan avval tepadan 100 lot sel tiqilgan bo'ladi va shuni hisobiga switch shakllanadi. Siz demak time frame'da switchdan avval harakat ko'ra olasiz bozorda. O'sha zo'r возможность beradi. Ya'ni switchani sel tashagandan keyin sel kirish kerak edi emas, selga avion kirdi, men ham kiraman degandan keyin narx nima qiladi? Tushadi kirganingizdan. Bu narsa bozorda 100% dan necha foiz ishlab beradi? 100% dan men stop olganimni eslolmayman. Prosatka ushlayman, katta prosatka ushlayman, lekin stop olganimni eslolmayman. Prosatkani bo'lmasa aytaylik, o'rtacha stop lossingiz qancha? O'rtacha stop, kirish zona, o'rtacha stop. Agar scalping ishlasam, bu yerda ham ikkita tizim bor. Uzoq muddat va scalping. Scalping ishlasam, ba'zida 5 pips bo'ladi, ba'zida 10 pips bo'ladi. Katta limitga kutaman, limitga aktivlashga kiraman, aktivlashmasa kirmayman. Unda stop joyda kirasiz, oqadi yoki ko'tariladi. Unda 5-10 pips atrof bo'ladi. Agar katta time frame bo'ladigan bo'lsa, naborga qarab kirasiz. Bu yerda depozitdan sal kattaroq bo'lishi kerak. Yoki depozitingizga qarab turib kirishingiz kerak, примерно 30 pips atrof bo'ladi. Bundan riskni boshqarish sal qiyinroq ekan.
Riskni boshqarish bu endi o'zingizni bilimingizga bog'liq. O'qib, tizimda tushunsangiz, qaysi narxga qachon borishini, limitkalar qachon aktivlashishini, qaysi limitga yolg'onchi, qaysi limitga rost, shularni bilsangiz, undan keyin bu aka ochiq gap murakkab. Siz borasiz, klassika o'rganasiz bir haftada, SNR o'rganasiz, aytaylik bir haftada. Buni o'rganish uchun bir hafta, 2 hafta kamlik qiladi. 140 ta dars bor. Ob'yom ish bo'yicha. Hammasi 2 soat, 2 soat, 2 soat. Uni o'tirib almashtirmasdan, chalkashtirmasdan o'rganish uchun 3 oy, 5 oy, 6 oy, 1 yilgacha vaqt ketib qoladi. Shuni inobatga olib turib boshlash kerak. Lekin men 100% ayta olaman, agar buni o'rganadigan bo'lsa, bozorga qarashi nerealni o'zgaradi. Tushundingizmi? Men oddiy grafikni olib keling, men target qila olmayman oddiy grafikni. Chunki risk qilgim kelmaydi oddiy grafikka qarab turib. O'zi bilasiz siz. Pul u odamni jigari u. Jigardan paydo bo'lgan deydi-yu. Unda men target qila olmayman. Qachonki nima situatsiya bo'layotganini orqasida ko'rsam, undan keyin mana yerda O'sha bekentini ko'rganingizdan keyin nimadir xulosa qilishingiz mumkin. Shundan keyin meni jigarimdan bo'lgan pulni sekin riskatga qo'yishni boshlayman. Keling endi Muhammad Salim bitta narsa haqida ham gaplashaylik. O'zbekistonda trading bozori haqida. Trading bozori bu обучение bozori bo'lib qolgan. Qo'pol qilib aytganda. Yolg'ondan rentkar mashina ko'rsatish, yolg'ondan "Meni uyim" deyish, yolg'ondan nimadir natija qildim deyish, odamga psixologik udar berib, men mana o ishni qildim, mana o yoshimda 100 minglik mashina oldim deb turib, u aylantiraveradi reelsda o'sha narsani. Undan keyin odam deydi, men ham 17-18 girdim, 20 girdim, bitta matizim yo'q. Hali hech nima qilmadim degan emotsiya bilan bor pulni borib o'zi ko'tarib olib borib menga ham o'rgat deydi. Vaholanki hech nima yo'q u yerda, pustoy. Trader meni bilsangiz, kanalimni kuzatadiganlar bor, auditoriya ko'radi-yu baribir. VIP kanal shu kungacha ochmaganman. Discord ochganman, Discorddagi 2 yil yurgizganman aytyapman. Undan bir norozi odam chiqib ketmagan. Hozir ham so'raydiganlar bor, qachon Discord ochiladi? Billa target qilaylik o'tirib deydigan odam juda ham ko'p, 100 ta 200 talab odam bor. Endi nasib qilsa ochaman o'sha narsani, nasib qilsa. Lekin hammasini rozi qilib chiqqanman. Lekin vaqtingiz ham ko'p ketib qoladi. Unga shuning postoyanno o'tirish kerak edi unga. Bu bir VIP kanal ochmaganman, referalga tarqatmadim, обучениеga ketdik, nabor qilmadim, boshqa narsa qilmadim. Sababi boshqalarga o'xshab qolishdi, to'g'risi. Xolamadim. Tipi natija qilaman, oladigan narsam unaqa reklama ham uy oldim demayman, ma'nan uy qildim demayman, boshqa narsa qildim demayman, mashina oldim, u qildim, bu qildim. Yolg'on bo'lmasin, qo'lingizda borini ko'rsating. Zato o'zingiz erkak kishi uchun birinchi o'rinda nima? G'ururi. G'ururingizga tegadigan ko'chada har xil gap so'z bo'lmasin. Hamma narsa o'zingizniki bo'lsin, bo'yningiz har doim baland bo'lsin. Shu narsa. O'zbekistondagi treyderlar orasida shu narsani yo'qotish kerak. Haqiqiy treydermi? Unaqa narsaga aralashmasin, PRga, boshqa narsaga. Haqiqiy treydermi? Pulini topsin bozordan. Bo'ldi, zo'r. Nima uchun 90% treyder pulini yo'qotadi? Nima deb o'ylaysiz? Xo'p, ular novichok bo'ladi, во-первых, во-вторых, направленияsi noto'g'ri bo'ladi. Aytyapman-ku, klassika yomon, SNR yomon demayman. Ular ham zo'r strategiya. Ularga ham misol uchun praktikasi zo'r. Odamlar bor, 3 yil, 5 yillab shu strategiyani ustida ishlab, qayerda ishlaydi, qayerda ishlamaydi, biladigan odamlar bor. Faqat ularga katta depozit kerak va risk kontrol, psixologik o'shunga tayyor bo'lishadi. Обычный odam bunga kiradigan bo'lsa, boshlanish uchun zo'r. Boshlovchilar uchun shundan sekin-sekin rivojlanib, mirovoy уровеньga chiqish kerak. Sizda ham maqsad shu-yu, trader qilib. To'g'rimi? Misol uchun aytaylik, ko'tarilish. Не только O'zbekistonda, SNG, undan keyin biz anaqa shu dostoyni treyderlarni yig'ib, haqiqatan natijasi bor treyderlarni yig'ish. To'g'rimi? Imенно shuning uchun aka bu sohaga kirdimi, katta ehtimol bilan ko'pchilik chiqib ketadi. Xatosini pul bilan to'g'rilaydi. Bundan oldin gap jigarimizdan u pul jigarini uzib berib yuboryapti. Qiyinda u narsa. Ham odamga bitta narsa bilan tushuntirib beray shu narsani. Misol siz doktorsiz. Doktor bo'lish uchun avval o'qishga kirish uchun 2 yil tayyorlanasiz. 6 yil
bakalavrda o'qiysiz, 2 yil magistratura, 10 yilda $1000 oylik oladigan uringa chiqasiz. To'g'rimi? 10 yilda agar siz to'g'ri направленияda tradingni boshlasangiz, 10 yilda nerealniy natija qilib olsa bo'ladi. Nimaga ko'pchilik 10 yil chidolmaydi bilasizmi? Sababi meditsinada vaqtini tikadi, uydalari biladi, sharoit qilib beradi, mashina ololmaydi, uy ololmaydi, boshqa situatsiya ololmaydi, shoshilmaydi. Faqat vaqtini tikyapti, vaqtini sotyapti. Xato qilmaydi, o'qiydi, sababi xato qilsa bitta odamni o'ldirib qo'yishi mumkin. Xato qilmayman deguncha o'qiydi. Qilmaydigan darajaga. Bu ishda bo'lsa kiribla xatodan boshlaydi. Va u ne только vaqtini sotadi bu yerda. Tushundingiz-a? Medik faqat vaqtini sotyapti, o'rganyapti. Trader vaqtini sotyapti, pulini beryapti, psixologik travma ham orttirib olyapti. Udar. O'shuning uchun ko'pchilik chiday olmaydi, agressiivniy bo'lib ketib qoladi ko'p odam. Maslahatim klassik ssenariydan boshlasin kirganlar. Lekin maqsadi u bo'lib qolmasin. Rivojlansin, ko'rsin, chetdagilarni ko'rsin, nima bilan ishlayapti. Amerikada fondlar qanaqa tizim? Fondlar hayotda moda ssenariy bor ekan, yo mana u klassikada zona bor ekan, o'sha yerdan misol aksiyani sotib olishim kerak demaydi. Ular ichida nima situatsiya bo'layotganini ekonomik tarafdan qaraydi. Например, bitta aksiyani sotib olyaptimi? Kompaniyani 5 yillik, 10 yillik maqsadi, budjeti, даже kompaniyada odam nechta ishlayapti va oxirgi 3 oy, 5 oyda odamlar bo'shatilyaptimi yoki qabul qilinyaptimi? Bo'shatilayotgan bo'lsa, demak kompaniya sekin krizisga yo'l olgan. Unisi, prognozi, otchotlari, egasi kim, o'lib qolmaydimi egasi, kasal emasmi? Hamma statistikaga qaraydi. Bitta grafikka qaramaydi. Va kim unga xaridor bo'lyapti, investori kim krupniy покупка qilyapti o'sha aksiyani deb turib, shunga qarab turib nima qiladi? O'zlari misol uchun pozitsiya qiladi. Shuning uchun odamlarga aytgan bo'lardim, iltimos fikrlash doirani kengaytiraylik, bozor faqat grafikdan iborat emas. Sizning maqsadingiz Traders Club chetga chiqishmi? Demak, faqat grafikda qolib ketib qolsangiz qiyin. Uje mira o'ylash kerak. Maqsad boshqa bo'lishi kerak. Brokerlar ishlash tizimini, fondlar ishlash tizimini, hedge fondlar ishlash tizimini, misol 8 xil fond bor, hammasiniki har xil. Wall Streetda traderlar, investitsion fondlar qanaqa ishlaydi, professional traderlar qanaqa, kapital boshqaradiganlar qanaqa, hammasini tizimlab o'rganish kerak. Faqat grafikka o'tirib olib, $100 bugun 1000 qilaman deb o'tirish bilan u ish ketmaydi. Faqat razgondan iborat emas hayot. Shunaqa. Aka bo'lmasam uzun payti bo'lib qopti. Yuring bu joyga borib, qolgan suhbatni o'sha yerda davom ettiramiz. Bo'ladimi? Salom, mana uzunga ham keldi. Eng uzoq intervyu mana shu bo'ldi o'zi. Xudo xolasa Ertalabdan kechgacha siz bilan birga bo'ldik. Xudo xolasa aka. Keyingi planlar qanaqa o'zingizda? Keyingi planlar har doimgidek shu uydalarni rozi qilish. Birinchi o'chirda. Xudo xolasa, yaxshi niyatlar bor. Yaxshi niyatlar uchun обязательно erkak kishi nima qilish kerak? Harakat qilish kerak. Ishlash kerak. Qolganlarga ham maslahatim, bitta maslahatim bor, shuni kameraga aytib qo'ysam ham bo'ladi, agar qarshi bo'lmasanglar. Men bitta narsani bilganman, mana erkak kishi bo'lib turib, qachonki erkak kishi bo'yniga oilani mas'uliyatini olib, oila uchun harakat qilib, yaqinlarini xursand qilsa, Xudo rizq eshigini 10 baravar ko'p ochar ekan. Men o'zim ko'rganman shu narsani, hayotimda sinab ko'rganman. Bilaman. Dadangizlarga, kimlarga mashina dadamga, birinchi opodamdan boshlangan, opodamga, undan keyin dadamga, undan keyin oshnamga, undan keyin do'stim. Nima uchun shu do'stingizga? Xullas 30 ming qarz bilan Rossiyaga ketganman dedim-ku. O'shini, tiralayotgan joyini shu do'stim yopib bergan. Qanaqa qilib yordam qilgan? Dadasi bilan onasining nomiga 50 milliondan даже o'zlariga bildirmasdan kredit olib bergan. Yopganmiz, Xudoga shukr, yopib ketganmiz. Lekin addushi nima desa bo'ladi. Hozir o'sha bola Andijon filialida yurgizyapti. Filialimiz. Nimadir sababchi bo'ladi. Обязательно, Xudo xolasa, dakansa birga bo'lamiz u bolalar bilan.
dushi zo'r bolalar. Shunaqa qilib akamga oldik. Akangizdan. Undan keyin o'zimga oldim. Shunaqa qilib shagmashag olinib ketaverdi. Endi bu narsa realni bor narsa. Shuning uchun auditoriyaga maslahat bergan bo'lardim. Oilalar uchun, yaqinlaringlar uchun yaxshilik qiling. Xudo bu yoqdan rizq eshiginglarni 10 barobar kamida 10 barobar qilib qaytarib beradi. Bu narsa mana 0 dan chiqqan, minusdan desak bo'ladi, minusdan chiqqan bolani men misol uchun kichkina bolaman-da to'g'risi. Unaqa birovga savet beradigan darajada bir anaqa odam emasman, hayotni ko'rgan odam emasman, lekin mana boshimdan o'tgan, shu yoshimgacha bo'lgan situatsiya qachonki erkak kishi bo'lib bo'yningizga должность, mas'uliyatni, oila mas'uliyatini olib, yaqinlaringizga yaxshilik qilganingiz sari Xudo ham shunga yarasha rizqni beraverar ekan. Qisganingiz sari bo'lmaydi ekan. Uy qilib bering, hajga olib boring, misol uchun mashinalar olib bering, farzand mana misol uchun otangiz, dadangiz shunaqa faxrlansin sizdan, чтобы men palonchini o'g'liman emas. Meni o'g'lim palonchi. Mana shunaqa любой problemani решать qilib beradi deb. Uni o'g'il bolani uni ichidagi faxri bo'lsa kerak. Любой o'g'il bolani dadasi shunaqa ko'chada yurishi u нереально mana maza beradigan, sizga yana ham mana уверенность beradigan narsa bo'lsa kerak bu narsa. To'g'ri. Shu narsani qilsa doim ham rizqni beraveradi. Men shuncha gapirishim mumkin, ochig'i. Misol uchun endi yosh bola der, boshqa der, boshimdan o'tgan narsani gapirib berdim, lekin shu narsani o'zingizlar qilinglar, bir beringlar 10 bo'lib qaytadi. Bu narsa обязательно sizlarda ham o'xshaydi. O'zi ko'rmaguncha bilmaydi bu narsani. Ko'ringlar, agar qilganlari bo'lsa kommentariyaga yozib ketsa ham bo'ladi. Bu xursandchilikda, xursand bo'lib yozib ketishadi bu narsa. To'g'ri. Muhammad Salim mana hammaga mashina olib berdingiz. Orada o'zingizga ham oldingiz. Hozir qanaqa mashinada yurasiz? Hozir Zikrda yuribman. Zikr. Elektromobil. Qaysi modelingiz Zikr? 007. 007 6 pozitsiyasini oldim, 2ta motorli. Necha pulga tushgan? Atak u 40 ming atrofiga tushdi. 40 mingdan oshiqroqqa tushdi dokumentatsiyalari bilan. Atak нереально mana emotsiya beradi. Ha, tez, komfort, zo'r. Xudo xolasa almashtiramiz. Keyingi plan qanaqa? Men keyingisi keyingi haftani bo'ladi. Shu keyingi hafta. Lekin bitta va'da bering, va'da beramiz auditoriyaga, tipa обязательно yangi mashina olgandan keyin buni olib chiqamiz. Bo'ladimi? Birgalashib gapiramiz. Tasavvur qiling, 0 ga tushdingiz, hozir 0 holatdasiz. Tanishingiz ham yo'q, hech narsangiz yo'q, faqat bilimingiz bor. Qanaqa yo'l tutgan bo'larsiz? Qaysi o'tgan xatolarni qilmagan bo'lardingiz? Bilimim bor holatda aqlim yetadiganda shu holatga chiqib olishga faqat period bo'ladi, vaqt bo'ladi. Самый главный Qancha vaqt ketadi? Aytaylik, может 5 oy ketar, может 6 oy ketar, lekin главныйsi auditoriyaga ham aytaman, ko'rayotganlarga bilim. Biliminglar bo'lsa, hech qanaqasiga birov sizdan u narsani olib qo'ya olmaydi. Masalan, meni 10 million dollar pulim bor, olib qo'yishi mumkin. Может nimadir sabab bo'lib kimdir olib qo'yadi, o'ldirib ketishi mumkin. Bank bloklashi mumkin, bank bloklashi, yopilishi, problemasi bor, riski bor. Lekin bilimingiz bo'lsa, uni riski yo'q. Risksiz. Ya'ni o'sha bilim bilan shu darajaga erishdingizmi? Demak, siz ko'rgansiz, praktikangiz bor, periodni bilasiz. Qanaqa situatsiya bo'lishini, qanchadir muddatda aqlimiz yetadi. Любой erkak kishi avvalo bunaqa situatsiya bo'lmasa, lekin bor uporda hozir misol uchun bu sohaning ichida yurgan, boshqa sohaning ichida yurgan odamlarga ham aytgan bo'lardim, что bilimga qaratsin uporda. Ha. Bilimni ham to'g'ri bilimga iltimos. Asosiy narsa bu to'g'ri bilim. To'g'ri. Yangi sohaga kirib kelayotgan odam $1000 puli bor. Boshqa puli yo'q. $1000 bilan shu 1 yil ichida qanaqadir rezultat qila oladimi? $1000 puli bilan Qilsa bo'ladi. Qanaqa ma'noda? Faqat bilim olib, o'sha upori shu bilimda bo'ladi. Atak $1000 da hech qanaqa o'rganmasdan kiradigan bo'lsa qiyin. Yoki bir aytarlik o'zini ko'zga ko'rinadigan summa bo'lishi qiyin. 1 yil ichida bilimlarni olib, $1000 depozit bilan ma'lum bir darajaga chiqib olish mumkin. Mumkin. Agar u желание bilan от души harakat qilsa. Chunki ko'pchilikga qiziqdi bu tema, chunki
qancha bilan boshlasam bo'ladi? Shunga o'xshagan savollar ko'p keladi. O'ziga ham ko'p kelsa kerak. Farqi yo'q. Xoh $5 boshlang, xoh $10 sentoy shotlar bor. O'zimiz обычный prop kompaniyalar bor. Shularda praktika qila olish kerak. Men boshlovchi odamga maslahat berardim, $1000 deb primoy balansga solgandan ko'ra, undan ko'ra sentoy qilsin. 10 ga, 100 ga bo'lib yoki $10, $20 dan qilib yoki prop kompaniya olsin, sentoyda yaxshi ishlasa. Shunda praktikasi yaxshiroq va arzonroq bo'ladi, chem mingda Xatolar arzonga tushadi. Xatolari arzonga tushadi. U kirgan odam xato qilishi обязательно bu ishda. Zo'r maslahat. Va bitta qo'shimcha qilib ketaman. Agar bu sohaga kirmagan, lekin kirmoqchi bo'lgan qo'lida katta summasi bor odamlarga maslahat bergan bo'lardim, lutchi bu ishga kirmasin. И birovga ishonib pul ham bermasin. Может, razgonchilar bor. Bermang, undan ko'ra o'zingiz yo'q qilganingiz yaxshi o'sha pulni. To'g'rimi? Misol uchun qo'pol qilib aytganda shunaqa. Birovga 10 ming berib, ertaga yomon ko'rinib, boshqa bo'lib yoki 20 ming berib yomon ko'ringandan ko'ra, pulingiz bormi, ishingiz bormi? Pulingiz bormi, значит ishingiz bor. O'z ishingizni qiling. Bu ishga agar kiradigan bo'lsangiz, Bilim olib, bilim olib, pulsiz boshida boshlaganingiz yaxshi. Muhammad Salim, yana bitta savolim bor. Signalchilarga, misol uchun, signal kutib, faqat signal bilan ishlaydiganlarga qanaqa gapingiz bor? O'zingiz gapirib keting. Pulini bekardan yo'qotgandan ko'ra undan kirmagani yaxshi yoki o'tirib o'rganib, addushi soha qilsin yoki chiqib ketsin. Bu sohada qolmagani yaxshi. shunaqa. O'zim ham ko'p ta'kidlayman-da, signal, uni signali bilan kirdim, slif qildim. Kim zo'r signal beradi, eng zo'r Telegram kanal qaysi degan savollar ko'p keladi o'zimga ham. Hamma o'zi uchun zo'r. Aytaman, Pul topyaptimi? Aytaman. Eng zo'ri o'zingni biliming bo'lsa, Shunaqa. shuni eng zo'ri. Eng zo'ri sensan o'zi aslida degan narsani aytaman-da ularga. Odamlar tushunmaydi. Buni kanali zo'rmi, buni kanali zo'rmi? Bu kuniga shuncha signal beryapti, bu signal bilan boy bo'la olmaysizlar, ishoninglar. Hech qachon boy bo'la olmaysizlar. Shunaqa. Shu narsani ko'p aniqlab ta'kidlab o'taman. To'g'ri. Mana Muhammad Salim, ko'pchilik uchun nima kerak deb o'ylaysiz mana? Klub meni fikrim, sizga ishonaman, undan oldin ham gaplashdik-ku. Har xil jinniket treyderlardan filtratsiya qilish, real ishlaydigan treyderlarni qolgan treyderlardan filtratsiya qilish va mirovoy urovеньga chiqish kerak, meni fikrim. Esengidan keyin sekin-sekin Osiyo, O'rta Osiyoga kattalashib, sababi bizda ham aqli ishlaydigan, aqli joyida, qo'lidan bir ish keladigan odamlar borligini isbotlash va undan tashqari aytyapman, mashinniklardan qo'pol qilib aytganda tozalash. To'g'ri. Shunaqa. Mana Muhammad Salim, siz bilan oxirgi savolni beraman, buni hammaga beraman. Yosh treyder endi boshlamoqchi bo'lganlarga, sohaga kirib kelmoqchi bo'lganlarga nima maslahatingiz bor? Xo'p, birovga quloq solmanglar. Maksimalni harakat qilinglar va to'g'ri направленияda harakat qilinglar. Pul topiladi. Главныйsi bilim. Bilimni oling, undan keyin uni o'zingiz qadrlang bilimni va qadrlaydiganlar ham topiladi oldinglarda. To'g'ri направленияda gazini bosinglar. Odam qilgan ishni odam qiladi. Bitta gapim bor. Gelik olish biz uchun orzu, Например, tasavvur qilinglar. Gelikni ishlab chiqarayotgan odam ham yashayapti. Gelikni ololmayotgan odam ham yashayapti. Ikkalasi ham odam. Ikkalasida ham vaqt o'tyapti, ikkalasida ham kun o'tyapti. Sizda vaqt bor, yoshlik bor, sog'lik bor. Nimaga harakat qilmasligingiz kerak? Nimaga prosta vaqtni o'tkazib yuborish kerak? To'g'rimi? To'g'ri. Harakat qilaman deydiganlarni xudo xolasa o'zi kommentariyada ham bilinadi, aktivlar, xudo xolasa. Yangi yilga bitta podarka qilib yuboraylikmi? Farqi yo'q, agar siz rozi bo'lsangiz. Qanaqa podarka qilamiz? Bu sizning qimmatingiz endi. Eng yaxshi kommentariy yozgan 4 ta odamga $50 dan kartasiga tashlab beramiz. Bo'ladimi? Kelishdik. Gap yo'q. Kommentni qo'llab-quvvatlab, o'zingizlarning fikringizni berib, bugungi intervyumiz haqida, Muhammad Salim haqida hammasini yozib tashinglar. Podarkamiz bor 4 kishi uchun $50 dan. Shu bilan intervyumiz tugadi. Xudo xolasa hammaga omad. Muhammad Salim, nimadir gapingiz bo'lsa?
bizni ko'rgan, oxirigacha ko'rgan hammaga rahmat. To'g'ri направленияda yangi yilni boshqacha boshlanglar. Xudo xolasa buni to'liq darslari ham YouTube kanalida beraman. Aytib o'tgan, hali ofisda aytib o'tgan temalarni ham nasib qilsa. Aloqadamiz, sog' bo'linglar.